Tabiiy homiladorlikda ham egizak bo'lishi mumkinmi? Buni reja qilsak bo'ladimi? Qanaqa yo'li bor? Dorisi bormi, yo'qmi? Bularni hammasini mana shu video davomida sizlarga tushuntirib beraman. Egizak farzand ko'rish hammaning niyati, hammaning orzusi, hamma xohlaydi bitta o'g'il, bitta qiz yoki egizak o'g'il, egizak qiz bo'lishini bizga yordam so'rab kelishadi va shularni savolligisidan, shularni iltimosidan kelib chiqqan holatda bugun mana video qilyapmiz. Egizak farzand ko'rish uchun eng avvalo sizlarda birinchi birlamchi tekshiruvlardan o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni erkakning urug'i qanaqa, yaxshimi, yomonmi yoki o'zgarishlar bormi morfologiyasida yo bo'lmasam aktivligida va ayolda gormonlar yaxshi ishlayaptimi? Sizlarda hammasi joyida, ovulyatsiya yaxshi, hayz normada kelyapti, lekin egizak ko'rish islayapsizlar. Sizlarga eng yaxshi tavsiyam hayzni 5-kunigacha qabulimga kelishinglar kerak bo'ladi. Aynan o'sha 5-kunida kelganinglarda o'zingizda ko'riladi follikullar holati, endometriy holati hammasi yaxshi bo'lsa, hayzi 5-kunidan 9-kunigacha beriladigan dorilar bor. Aynan stimulyatsiya uchun. Ana o'sha stimulyatsiya orqali sizlarda normada bitta-ikkita follikula yetilsa, stimulyatsiyadan keyin bu follikullarning yetilish soni 3-4 tagacha bo'ladi. Va ana o'sha 3-4 ta follikuladan ikkitasi yo 3tasi yorilib qoladigan bo'lsa va urug'lanish sodir bo'lsa, sizlarda egizak farzand ko'rish ehtimolligilar bo'ladi. Qanaqadir kalendar yo bo'lmasam hisoblab beraman. Mana bu mevani yegin, mana bu dorini ichgin, aloqani mana bunaqangi pozada qilsang egizak bo'ladi degan gaplarga ishonmanglar. Men sizlarga ilmiy isbotini bor bo'lgan faktni aytdim va mana shu narsani o'zingizlarda qo'llab ko'rsanglar bo'ladi. Agar sizlarda ham egizak farzand ko'rish niyati bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilib, qabulimizga kelib, ko'rikdan o'tib, stimulyatsiya jarayonini amalga oshirsanglar bo'ladi. Egizak farzand ko'rish bilan bog'liq yana ham qanaqadir savolliginglar bo'lsa, aynan o'sha kommentariyaga yozib qoldiringlar. Albatta shaxsan o'zim javob beraman. Videoga like bosib kuzatishda davom etinglar.